Bu kasallarga baxtiga hammalaring salomat bo'linglar. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Hello everyone, it's me again, Dr. Rohit Lamba, consultant orthopedic and joint replacement surgeon from Gurgaon. Let's talk about one of our recent cases. This lady, a 74-year-old lady from Uzbekistan, came to us with pain in both the hips. For the last 1.5 years, she has been bothered by this pain, because of which she was not able to walk much. She was barely able to walk a few steps, and over the course of last 3 months, the pain had increased so much that she was almost only homebound and not even able to go outside. So she came to us, we did the x-rays, and we found out that she had avascular necrosis of her both the hips, which was leading to arthritis. So as you can see in this x-ray, there are cysts in the bone here. There is the gap has reduced, and the bone is not in the normal shape. There is arthritis in both the acetabulum and the femoral head. So she needed a both hip replacement, but at her age, we could not do both at one time. So we did it in a staged manner. We did the first one right side first. Then after a few days, around 7 to 10 days, when she was fairly comfortable walking normally and pain and everything was controlled, we took her up for the second side as well. So now this is the x-ray after the surgery, after both the surgeries. So we were able to place uncemented hip implants, uncemented cup and uncemented stem in both the sides with a ceramic head. So ceramic with highly cross-linked poly gives you the best articulation in terms of the life of the implant, because it can last for more than 35 years. So this is what she got, and then here she is now after a few days after both the surgeries. She's able to walk. She's able to walk on without any support as well now, and fairly comfortably. She's able to attend to most of her activities of daily living, and she's very happy with the outcome. So here she is sharing her story. Biz mana Marg'ilondan O'zbekistonda Marg'ilon shahridan kelganmiz. 5 yildan beri oyog'im og'ridi, belim ham og'ridi, dengiz qo'limdan kunda oxiriga borib, ayniqsa men uchun 2 yil ichida juda qattiq og'ridi. Ko'p doktorlarga uchradim, lekin buni endi aniq analiz diagnoz qo'yisholmadi. Keyin fevral oyida menga Sadixni tavsiya qilishgan edi. 25 fevral oyida kelib keyin neyroxirurgga olib bordilar, Saidjon bolam, travmatologga olib bordilar, ortopedga olib bordilar. Hammasini bir ko'rsatib, keyin doktor Rohitga ko'rsatdilar. U kishi rentgen qilish kerak, MRT qilish kerak deyishdi. Hamma analizlarni qildik. MRTlarga tushdim, rentgenlarni qilishdi. Haqiqatdan ham o'ng tarafim ko'proq, o'ng quymichim, chap quymichim ham yemirishni boshlagan ekan, anchagina bo'lgan. Keyin biz uyga ketib, necha endi uyda ishlar nimalar bor edi. Keldik 25 avgustda, iyulda keldik. Yana bir qator qon analizlari topshirdik. Rentgenlar qilishdi. Shu bilan 29-kuni operatsiyaga o'tkazishdi. O'ng tarafimni operatsiya qilishdi. Juda muvaffaqiyatli chiqdi operatsiya. 1-2 kun og'ridi albatta. Keyin har xil nimalarni qilib, ukollarni qilib, 3 sutka davomida og'riq qoldiruvchilarni qilishdi. Antibiotiklar qilishdi. Menga umuman antibiotik yo'qmas edi, lekin mana shu qon analizlarimni qilib, qaysi yo'qotgan o'sha nimani ham antibiotikni ham qilishdi. Men shundan xursandman. Chunki qanaqa kasal bo'lsam ham juda ham tuzalishim qiyin bo'lardi. Antibiotiklar menga reaksiya berardi. Keyin 10 kun o'tgandan keyin yaxshi analizlaringiz yaxshi chiqdi. Chap tarafini ham qilishdi. Hozir chap tomonini qilishganga ham hozir mana 14 kun bo'ldi. 3 kun 4 kun og'riqlar bo'ldi. Hozir ancha pasaydi. Belimda har doim og'riq bo'lardi. O'ng tarafim, chap tarafimda ham boshlangandi 1 yildan beri. Oyog'imni o'ng tarafim oqsa bosardim. Endi 1 yildan beri chap tarafimdan og'riyotgan edi. Hozir bu tarafdan bu tarafdan og'riqlar ancha qolib, o'ng tarafimda umuman qolmadi og'riq. Chap tarafimda ozroq bor, lekin endi bunga shu 1 oy, 1,5 oy kerak bo'lar ekan. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, eng birinchi Saidjon bolamga rahmat aytaman. Bu endi o'zini o'g'lim bo'lib qoldi bu bolam.
rosa qatga bo'lsa olib borib olib kelib aniqlab mana shu kasalini topib kerakli doktorlarga olib borib mana yana operatsiyalarimda ham boshimda turib operatsiyadan keyin ham har doim nima zarur bo'lsa yugurib gostinitsagacha olib kelib katta rahmat. Gostinitsaga ham mana otelga nima operatsiyadan keyin olib borishgandan keyin yana bitta Bishar degan doktor o'g'lim bor ekanlar, u kishi kelib har kuni fizicheniya qilyaptilar. Kerakli o'sha muolajalarni qilib, u ham menga juda katta yordam berdi. Katta rahmat. Nimada bu rahmat aytmoqchi bo'lgan yana bir eng nima doktorim, doktor Rohib. U kishini mana shogirdlari, yonida turgan bir assistent deyladimi. Undan tashqari bu Fortis nimasini, klinikasini hamma personaliga, sestralariga, sanitarkalarga, hammalariga rahmat aytaman. Bu shunaqa Fortis bu klinikani qurib qo'ygan, bu klinikani boshliqlariga katta rahmat. Hamma sharoitlar bor. Pokiza, ozoda, shunaqa ham bir doktorlari ham, qolgan hamma ishchilari ham, xizmatchilari ham juda ham e'tiborli, nihoyatda ham e'tiborli. Men shunaqa bir hayron qolyapman, hozir mana biz bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ketyapmiz. Ketyapsiga yana o'sha yerdan turib ham yana qanaqa nima bo'layotganini aytib turasizlar, rasmga olib jo'natasizlar deb shunaqa bir odamni insonni sog'ligiga juda katta ahamiyat berishar ekan. Umuman Hindistonga katta rahmat. Butun faqat medpersonalga emas, Hindiston xalqiga rahmat. Shunaqa qilib doktorlarni o'qitib, o'zini farzandlarini Hindiston hukumati o'qitib, shunaqa bir mutaxassis qilib, shunaqa bir nimalarga, patsientlarga mehribon qilib, insonparvar qilib tarbiyalagan Hindistonga katta rahmat. Hindistonda nimalariga, hukumatiga rahmat, prezidentiga rahmat. Biz endi prezidentimiz bitta nima deyishadi bilmadim endi. Umuman endi bu Hindistonda Hind birodarlarimizni Toshkentda aeroportdan qayerda ko'rsam ham bolalarim ham ana mani qarindoshlarim deydigan bo'ldim. Chunki mana 5 yildan beri hech bir aniqlasholmasdan bosh og'riqlarda yurdim. Mana hozir endi 15 kun, 1 oy bo'ldi. 1 oyda ancha yaxshiman. Nima ishonchim komilki, yana 1 oyda yaxshi yurib ketaman, xudo xolasa. Katta rahmat. Men juda ham minnatdorman. Hech qachon o'zim ham, bolalarim ham mana shu doktorlarni qilgan, bizga qilgan mehribonchiliklarini, qilgan xizmatlarini hech qachon unutmayman. Sabrijon bolamga hech qachon unutmayman Sabitni. Bu bolam endi o'zimni bolam bo'lib qoldilar. Ota-onalariga rahmat, shunaqa farzand o'stirib tarbiyalaganlariga, shunaqa mehribon, shunaqa bir ajoyib. Menga bas hamma klientlar, hamma patsientlarga bular shunaqa mehribon, shunaqa ajoyib ekan. Men juda ham xursandman. Katta rahmat. Hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Faqat yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. O'zlari hech qachon kasal bo'lishmasin. Bu kasallarni baxtiga hammalaring salomat bo'linglar. Katta rahmat. Sog' bo'linglar.